Hurmatli xaridorlar, video qo'yishimizdan oldin sizlarga manzil tushuntirib ketib qolaylik. Bizani mana qaranglar, Chirchiq shahar Go'r parkdan bunday qo'yilgan marshrutkalar tushib kelganinglarda eski Dialog kafening o'rnida Carolina Shop do'konimizda skidkalar qaranglar. Mana shu kurtkalar 350 ming so'mdan sotilgan kurtkalar bor yo'g'i mana shular qolgan. Soni hozircha shu, boshqa yo'q. Skladimiz ham qolmagan. Narxlari 150 ming so'mdan qaranglar. Sifati juda ham zo'r. Ishlab chiqarishmasi hammasi Xitoy fabrikasyon kurtkalar. Bu yerdagi tovarlarimiz esa mana shular qoldi. Bular juda ham ko'p edi, xabaringlar bor. Bularning narxlari 100 ming so'mdan, tonikalar, koftalar, hammasi kачествоsi zo'r. Olgan klientlar qayta kelib olishyapti. Bizda faqat sifatli narsalar qo'yamiz. Skidkada o'zingizlar bilasizlar. 50 ming so'mlar juda kam qoldi. Bulardan yana ko'paytirib qo'yamiz, xudo xolasa. Do'konimizga krossovkalar keldi. Materiallar bor. Bu yerda 100 ming so'mdan kablokli tuflilar, 100 ming so'mdan ubilar, bu yerda hammasi 100 ming so'mdan assortiment har xillari bor. Ko'rishlar mumkin. Xo'p. Bu yerda kurtkalar uzunlari 200 ming so'mdan. Do'konimizga sumkalar kelgan, novinka. Mana ko'rishlar mumkin. Narxlari 170 ming so'mdan. Bu yerda bu tarafdagilar hammasini 150 ming so'm qo'yib yubordik. Hattoki mana shunaqa sumkalarni ham 150 ming so'mdan yangi keldi. Bular sifati juda ham zo'r. Hammasi 150 ming so'mdan bu yerda korobka, dokument barchasi. Hammalarni do'konimizda kutib qolamiz. Sizlarga yaqinda xudo xolasa inshaalloh yangiligimiz bor. Carolina Kids do'konimiz ochilmoqda. Uni manzilini ham e'lon qilamiz tez kunlarda.